Ba'zan eng katta mo'jiza odamning boshqalarga qilgan yaxshiligida emas, ichidagi qorong'ilikdan voz kecha olishida bo'ladi. Va bu qism aynan shunday og'ir, lekin yurakka yaqin bir haqiqatni ko'rsatdi. Bir paytlar bir-birining hayotini zaharlagan, ko'nglini sindirgan, uyiga kulfat olib kirgan insonlar endi bir dasturxon atrofida mehr izlay boshladi. Ammo shu yorug'likning o'zida ham yurakni titratadigan iztirob bor. Chunki kechirim oson kelmaydi. O'zgarish esa bir kunda sodir bo'lmaydi. Har bir tabassum ortida o'tgan kunlarning og'riqli izi turibdi. Har bir iliq so'zning tagida esa avvalgi xatolarning kuygan nafasi sezilib turadi. Tong saharda hovlini supurayotgan Robiyaning holatini ko'rgan zahoti bu xonadonda nimadir chinakam o'zgargani bilinadi. Bir vaqtlar tushgacha uxlaydigan, o'zini o'ylaydigan, har narsaga rashk aralashtiradigan kelin endi tong bilan turib, uyga fayz kiritayotgan ayolga aylangan. Gulbahorning ko'zidagi hayrat ham shundan. U oddiy hovli supurishni emas, o'zgarishni ko'ryapti. Uy ichida nonushta tayyorlab, shirinlik qilib, qaynonasini e'zoz bilan kutib olayotgan Robiya endi bu hovlining mehmoni emas, joniga singan kelinidek ko'rina boshlaydi. Bu juda mayda detail bo'lib tuyuladi, lekin aslida oiladagi katta yarashuv aynan shunday sokin sahnalardan boshlanadi. Odam bir kun kelib birdan o'zgarmaydi. U avval munosabatini o'zgartiradi, keyin odatini, keyin esa butun qalbini. Bu qismning eng chuqur dardi esa Qumrining ko'z yoshlarida ochildi. U uzoq vaqt davomida atrofdagilarni emas, avvalo o'zini aldab yashagan ayol edi. Hasadni haq deb bildi, yomonlikni kuch deb o'yladi. Birovning tinchligiga ko'z olaytirishni g'alaba sanadi. Lekin odamning ichida haqiqat qanchalik ko'milmasin, baribir bir kun kelib yorib chiqadi. Qumri ham aynan o'sha nuqtaga yetib keldi. U Ovsinning oldida tiz cho'kib, faqat kechirim so'ramadi, balki o'zining butun umr adashganini tan oldi. Bu oddiy uzr emas. Bu g'ururning yiqilishi, qalbning ochilishi, vijdonning uyg'onishi edi. U o'z og'rig'ini emas, boshqalarga bergan og'rig'ini his qila boshladi. Mana shu yerda inson o'zgarishi boshlanadi. Ovsinning unga bergan javobi esa bu hikoyaning eng yorug' sahnasiga aylandi. U Qumrini sindirishni emas, ko'tarishni tanladi. O'ch olishni emas, ichidagi dardni chiqarib tashlashni tanladi. U juda yaxshi anglab bo'lgan. Dushmanni kechirmaslik ko'pincha dushmanga emas, odamning o'ziga zarar beradi. Shu sabab uning bag'ri kengligi zaiflik emas, aksincha eng katta kuch bo'lib ko'rindi. Ovsin bu yerda nafaqat bir ayolni kechirdi, u o'z uyini, o'z yuragini, bolalarining kelajagini zahardan tozaladi. Qumri esa birinchi marta qahr oldida emas, aynan rahm oldida sindi. Chunki odamga ko'rsatilgan mehr ba'zan eng katta jazodan ham og'irroq ta'sir qiladi. Qumrining tavbasi faqat ikki ayolning yarashuvi bilan tugamadi. Bu o'zgarish bolalarning ko'ziga ham ko'chdi. Ayniqsa qizining onasiga boshqacha qaray boshlagani juda ta'sirli chiqdi. Kecha uyat bo'lib ko'ringan ayol bugun ibratga aylana boshlaydi. Ona haqidagi insho yozayotgan qizning o'z onasini misol qilib ko'rsatmoqchi bo'lishi juda katta ma'no beradi. U onasining yiqilganini ham ko'rgan, endi turganini ham ko'ryapti. Bu yerda serial juda nozik bir haqiqatni aytadi. Farzandlar mukammal odamdan emas, xatosini tan olib tuzalgan odamdan ko'proq saboq oladi. Qumri o'tganini o'chirib yubora olmaydi, lekin bugungi pok niyati bilan farzandining qalbida yangi bir onani tug'diryapti. Uy ichidagi yana bir sokin, ammo og'ir sahna Robiyaning onasidan qolgan ro'mol bilan bog'liq bo'ldi. Tashqaridan qaraganda bu arzimas buyumdek tuyulishi mumkin. Ammo onadan esdalik qolgan narsa oddiy mato emas. U sog'inchning bir parchasi, bolalikning hidi, mehrning izi bo'ladi. Emma xola uni boshqa narsalar bilan birga berib yuborganida, Robiyaning ko'nglida yana bir eski yara qimirlaganini sezish qiyin emas. U bu yo'qotishni janjalga aylantirmaydi, ovoz ko'tarmaydi, lekin ichidan og'riydi. Chunki ba'zi og'riqlar baqirib emas, jim turib azob beradi. Kamilning shu vaziyatni yengillashtirishga urinishi esa uning oilani saqlashdagi tabiiy qobiliyatini ochadi. U har bir keskinlikni yumshatishga, qattiq gapni kulgi bilan sindirishga harakat qiladi. Demak, bu uyda faqat tavba qilayotganlar emas, tinchlikni ushlab turayotganlar ham bor.
Shu iliq sahnalar orasida birdan Nodir tomondan kelgan sovuq shamol butun kayfiyatni o'zgartirib yuboradi. U endi faqat o'g'il yoki bo'lajak ota emas, o'tmishidan qochib yashagan odam sifatida ko'rinadi. Vakstakaning qaytishi bilan uning ichida allaqachon ko'milgan deb o'ylangan qora sahifalar yana ochila boshlaydi. Bir vaqtlar boshqalarning qo'li bilan bo'lsa ham sodir bo'lgan jinoyat, jim turish, qo'rquv, ayb hissi, bularning bari Nodirning yangi hayoti tagida ko'milgan edi. Vakstaka esa qamoqdan faqat ozod bo'lib chiqmagan, u ichida to'plangan alam, husumat va talab bilan qaytgan. U pul so'raydi, lekin aslida u ko'proq narsani xohlaydi. U Nodirning ichki tinchligini buzmoqchi. U endi unga mehnat qilib topgan rizqni emas, oilaviy osoyishtalikni qimmat to'latmoqchi. Nodirning qo'rquvi bu qism davomida juda sezilib turdi. Chunki erkakning ba'zan qo'rqishiga sabab dushman kuchi emas, yo'qotadigan narsasi ko'payib ketganidir. Uning homilador xotini bor, uyida unga ishonib turgan odamlar bor, ko'ziga qarab yashayotgan onasi bor. Va aynan shu paytda o'tmish kelib, uning yoqasidan ushlayapti. U o'ziga tinch hayot qurgan edi, lekin ichkarida qimirlamay yotgan xato baribir bir kun kelib haq so'radi. Vaqtaka esa buni juda yaxshi his qilib, Nodirning eng nozik nuqtalariga zarba bera boshlaydi. Bu qismdagi eng qabih reja ham aynan shu yerda boshlanadi. Dilbar orqali Nodirning kiyimiga begona atir sepish, uyga noaniq shubha olib kirish, ayolning qalbiga ignadek sanchiladigan belgilar qoldirish, bularning barchasi bir oilani ichkaridan yemirish uchun tuzilgan sovuq hisob. Bu rejaning dahshati shundaki, bu yerda haqiqiy xiyonatning o'zi ham shart emas. Shubhaning o'zi kifoya. Ayolning qalbida gumon uyg'onsa, erkakning sukuti ko'payib borsa, uyning devorlari orasiga ishonchsizlik kirib keladi. Va bir marta kirgan ishonchsizlik ko'pincha eng katta janjaldan ham ko'proq vayron qiladi. Shu bois Vaqtakaning qilayotgan ishi faqat tahdid emas, bu ruhiy hujum. Nodirning boshqa qarzdorlar bilan bo'lgan og'ir suhbatlari esa uning boshi ustida qamal halqasi torayib borayotganini ko'rsatadi. U har tomondan siqilyapti. Bir tomonda o'tgan xatolarning narxi, bir tomonda bugungi ro'zg'orning tashvishi, bir tomonda hali tug'ilmagan bolasining haqqi. Uning sukunati shunchaki xarakter emas, bu ichkaridan parchalanayotgan odamning sukuti. U uyga kelganda ham erkin emas, ishda ham xotirjam emas, ko'chada ham bexavotir emas. Erkakning eng og'ir holati pul topolmagani emas, qo'rquvini birovga aytolmasligidir. Nodir hozir aynan o'sha nuqtada turibdi. Asalning yomon tush ko'rib uyg'onishi ham bejiz emasdek ko'rinadi. Bolalar ko'pincha kattalar sezmagan ziddiyatni yuragi bilan sezadi. U uydagi havodan, odamlarning ko'zidagi g'amdan, gaplarning ohangidan xavfni ilg'aydi. Shuning uchun uning qo'rquvi oddiy bolalarcha injiqlik emas. Bu hali to'liq tuzalmagan muhitning aks sadosi. Uyning tashqarisida kulgu bo'lishi mumkin, lekin ichida hali qo'rquvning soyasi bor. Bu qismdagi eng go'zal narsa shundaki, unda insonning tuzalishi zo'r berib isbotlanmadi, balki tabiiy ravishda ko'rsatildi. Kumri endi kimga yomonlik qilsam deb emas, kimga yaxshilik qilsam deb uyg'onayotganini aytadi. Bu juda oddiy gapdek tuyuladi, lekin uning ichida butun bir hayotning teskariga aylangani bor. Bir ayolning fikri o'zgarsa, yurishi o'zgaradi, ko'zi o'zgaradi, bolalari bilan munosabati o'zgaradi, hatto uy ichidagi havoning o'zi o'zgaradi. Shuning uchun ham shaxmat o'ynayotgan, kulayotgan, bir-biriga hazil qilayotgan oila manzarasi juda ta'sirli chiqadi. Bu oddiy dam olish emas, bu og'ir yo'ldan keyin topilgan nafasdir. Lekin shu nafasning o'zida ham bir og'ir dard yashirin, chunki har bir qahramon o'z baxtiga oson yetib kelmadi. Robiya yo'qotishlarni yuragiga bosib yashayapti, qumri pushaymonlik bilan poklanmoqda, ovsin kechirish orqali o'zini davolamoqda. Kamil esa uyning tinchini ushlab turish uchun doim hushyor turibdi. Nodir esa butunlay boshqa tomondan kelayotgan zulmat bilan kurashmoqda. Demak, bu qismda bir vaqtning o'zida ikki xil hayot ko'rinadi. Biri ichki poklanish bilan yengillashayotgan, ikkinchisi esa yashirin qo'rquvlar bosimida bo'g'ilayotgan hayot. Shu sabab bu hikoya faqat dushmanlik haqida emas,
dushmanlikdan keyingi bo'shliq haqida ham. Odam yillar davomida nafrat bilan yashasa, bir kun kelib kechirishga o'rganishi qiyin bo'ladi. Odam o'tmishini ko'mib qo'ysa, u yana qaytib chiqishi undan ham qiyinroq bo'ladi. Bu qism ana shu ikki murakkab yo'lni bir paytda ko'rsatdi. Bir tarafda tavba bor, ikkinchi tarafda jazolanmagan o'tmish bor. Bir tarafda mehr bilan tiklanayotgan uy bor, ikkinchi tarafda bitta shubha bilan qulashga yaqinlashayotgan oila bor. Oxiridagi iliq manzara yurakka taskin berayotgandek tuyuladi, ammo aslida bu qism tomoshabinni juda nozik his bilan yolg'iz qoldiradi. Inson chin dildan o'zgarsa, albatta nur topadi. Lekin hayot o'sha nurga darrov tinchlik hadya qilmaydi. Har kim o'zining ichki sinovidan o'tishi kerak. Bu qismning barcha og'riqlari va barcha iliqligi ham aynan shunda jam bo'ladi. Kimdir kechirim bilan tirildi, kimdir mehr bilan o'z o'rnini topdi, kimdir esa hali aytishga jur'at qilolmayotgan qo'rquvi bilan yolg'iz qoldi. Va shu sabab qism tugagach ham yurakda bitta his qoladi. Eng qiyin janglar odamning tashqarisida emas, uning ichida bo'ladi.